O'sha bolaligimizdagi umuman o'zgarmagan uy bu jonimi fayzli xonadonlarga hayit-ayyom bilan qutlashga keldim. Yoshligimizda to'polon qilib shovqin qilib tashlasak, to'yxonalarga qamab qo'yadigan, aslida esa mehribon, hattoki har xil qushlarni mehr bilan boqadigan tog'ajonim qo'y so'yib har safar qurbonlik qilganlarida bizga jigarni shashlik qilib berardi. Bu safar siz dam oling, men yumshoqqina jigar qovurib beraman. Birato'la obunachilarimga ham ko'rsatib o'tib ketaman deb svejiy jigarni pardasini shilishni boshladi. Jigari yumshoqqina chiqishida asosiy 3 ta siri bor. Birinchisi shu pardasini shilish bo'ladi. Juda ham mayda emas, shunaqa qilib to'rtburchak qilib to'g'rab oldim. Kartoshkani ham o'rtacha kattalikda to'rtburchak shaklida to'g'rab oldim. Sizlar xohishingizga qarab yana qo'shsanglar bo'ladi. Men 4 dona kartoshkadan foydalandim. Piyoz jigarimizni yana ham mazali qiladi va sochning chiqishida yordam beradi. Shuning uchun piyozni 3 ta donasini maydalab to'g'rab oldim. Ovqatimizni kartoshkani qovurishdan boshlaymiz. Kartoshkani 3-4 minut qovurib olganimdan keyin jigar yonidan shunaqa go'sht chiqqanda uni ham to'g'rab olib kartoshka bilan birga qovurib oldim. Endi ikkinchi siri nimadaligini aytaman. Ikkinchi siri tuzda bo'ladi. Jigarni solgandan keyin tuz qo'shsa qotirib qo'yish mumkin. Shuning uchun kartoshkani qovurayotganda birato'la tuzini ham solib qovurib oldim. Kartoshkamiz qizarib tayyor bo'lgandan keyin "Men tayyorman, opajon, kela qolsin jigarjon" degan hayqirig'ini eshitib jigarni ham sovardim. Jigarni solgandan keyin ko'p qovurilmaydi. 2 marta aylantirib shunaqa rangga kirgandan keyin piyoz solishni boshlaymiz. Uchinchi siri ham ana shunda. Piyozlarni qo'lda g'ijimlab yoyib chiqamiz. Ustidan maydalangan kashni chizirib paprika solib dimlab qo'yamiz. 15-20 minut dam yegandan keyin ochib, yaxshilab aralashtirib dasturxonga tortishimiz mumkin. Piyoz va jigari sellari chiqib, jigarlari yumshoq, kartoshkalarini ku gapirmasa ham bo'ladi. Suvlarga nonlarni botirib yeyish mazza-da. Hammaga alohida suzib dasturxonga tortdik va obunachilarim o'zim uchun bu jonimdan chiroyli duoyam oldim. Mana shunday ayyom kunlarda o'tiribmiz. O'ylab hamma narsa sarimdan sarishsa. Nodiraxon qizim shularga bosh bo'lib singlisi bilan hammamizga chiroyli qilib taomlarni tayyorlab berdi. Biri bilan qo'sha qildi. Amin Alloh. Podpischalarim ham duo qilib qo'ying. Nimani? Obunachilarim. Xudoyo obunachilarni ham tan joni sog' bo'lsin. Xonadoni tinch bo'lsin. Hamisha yuraqatan akil bo'lishsin shular ham. Bola-bolasiga bosh bo'lsin. Bunaqa bayramlarni ko'pini ko'rsin Xudoyo. Xonadonda hamisha qozonchilik. Bu jonim shu duolari uchun yuragim sartirib qo'yinglar.